klientinglardan matoni qabul qilganinglardan keyin yoki bozorlardan shunaqa matolarni har xil turlaridan olganinglardan keyin bozorda ko'pincha bu material qisqarmaydi deb sotishadi, но aksariyat holatlarda matolar qisqarish ehtimoli katta. Va sizlarga eng katta layfhaklardan biri, matoni sizlar iloji boricha 40 gradusli yoki 50 gradusli suvda, ya'ni issiqroq suvda yuvishinglarni tavsiya qilaman. Chunki agar sovuq suvda yuvadigan bo'lsanglar, keyinchalik kiyim tikilib tayyor bo'lgandan keyin oddiy mashinkaga 40-50 graduslarga qo'yganinglarda matoinglar yana qisqaradi. Sizlar birinchi marta sovuq suvga yuvganinglar hisobiga. O'shaning uchun birinchi marta matoni yuvayotganinglarda, bichmasinglardan oldin yuvayotganinglarda iloji boricha shu 40 gradus yoki 50 gradusli suvda yuvishinglarni tavsiya qilib qolaman, keyinchalik yana qisqarmasligi uchun. Bu foydali videoni eng yaqin tikuvchi dugonangizga yuborib qo'ying va o'zingizga ham saqlanch qilib qo'ying. Bir kun albatta kerak bo'ladi va sahifamga obuna bo'lishni unutmang.